Assalomu alaykum, Mergan kanalining obunachilari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, butun dunyodan meni kuzatib turgan musulmonlarni bugun men Hayit bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Do'stlar, akalar, opalar, ukalar va singillar, Hayit muborak bo'lsin hammalaringizga. Ha, do'stlar, shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Ijtimoiy ko'chada masalan ko'rib qo'yganlar, nega ko'rinmay qo'ydingiz? İnternetda yo'qsiz, nega video chiqarmadingiz degan savolni beryapti. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman do'stlar, bizlarda open budjet o'ynaldi. Hech narsaga qaramasdan shu xalq bilan, shu mahallam bilan, jon jahdim bilan boy berib qo'ygan ovozim bilan ovoz yig'dik bizlar. Ko'chama-ko'cha, xonadonma-xonadon ovoz yig'ib, mana shu loy ko'chamizni yutib oldik. Open budjetni olib qo'y, shu ko'chani yutdik, shu bor jon jahdimizni shu ko'chaga berdik. Plita bo'ladigan bo'ldi, beton quyiladi, xudo xolasa udar bo'ladi. Biz birlashdik do'stlar. Jizzax viloyati Zafarobod tumani Birlik qishloq fuqarolar yig'ini fuqarolari birlashdi va shu ko'chani birinchi o'rinda yutib oldik. Yutib oldik do'stlar, tabriklasalaring bo'ladi. Kommentariyada bemalol like tugmachasi esdan chiqmasin, bitta bosib qo'ysalaringiz. Xudo xohlasa keyingi open budjetda ham podдержка qilib tursalaringiz, obunachilar tomonidan ham podдержка bo'ldi menga, rahmat. Bunisini ham yutamiz. Do'stlar, butun musulmon xalqi, sizlarni men yana bir bora hayitlaring bilan tabriklayman. Buyog'i xudo xolasa Mergan kanalida tomosha qilaverasizlar, videolarni dangillatamiz. Salomat bo'linglar.